Bu darsimizda kompyuterimizga Telegram dasturini o'rnatishni va Telegram dasturini sozlashni ko'rib chiqamiz. Biz Telegram dasturini internetdan yuklab olganmiz. Sizlar ham xuddi o'tgan safar fayllarni qanday yuklagan bo'lsak, o'shani yuklaysizlar. Nachatga bosamiz. Ko'rgan bo'lsalaring, telefon nomer orqali qilsalar ham bo'ladi yoki QR kod orqali qilsalar ham bo'ladi. Biz hozir QR kod orqali qilamiz. Telefonlaringda Telegram sozlamasiga kirasizlar. Men yerda yozib qo'ygan o'zi. Настройкаga o'tasizlar. Устройство degan joyi bor. Keyin подключить устройство degan joy bor. O'shani ekranga olib borib bosasizlar. Bu chiqadi. Bizda ikki tomonlama parol bo'lgani uchun biz ikki tomonlama parolimizni kiramiz. Mana bizda akkauntimizga kirdi. Mana biz hozir akkaunt ochdik. Ya'ni Telegramimizni ochib oldik. Endi настройкasiga kiramiz. Настройка. Ushbu настройка kirasizlar. Bu настройка nima qiladi? Bu настройка avtomatik yuklashlarni o'chirib qo'yish uchun biz kiryapmiz. Mana shaxsiy xabarlardan, guruhlardan yoki kanallardan kelgan ma'lumotlarni avtomatik yuklab olishni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, mana biz Telegram tarmog'ida bemalol kompyuterdan foydalanyapmiz. Telegramdan ma'lumotlarni olishni va birovga xabar jo'natishni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda biz Telegram dasturini o'rnatdik. Telegramga kiramiz. Kimgadir xabar yozmoqchi bo'lsak, o'shani nomini yozamiz. O'zlaringiz saqlab qo'ygan nom yoki bo'lmasam Telegramda foydalanuvchi bor, to'g'rimi? O'sha foydalanuvchini yozsizlar. Aytaylik, shunday deb yozsizlar. Chiqadi. Chiqqandan keyin uni kontaktga kirasizlar. Kontaktga kirganlaringda ushbu oyna ochiladi. Bu oyna ochilganda sizlar unga biron bir xabar jo'natasizlar. Biron bir xabar jo'natasizlar va enter knopkasini bosinglar. Mana unga xabar ketdi. Ma'lumotlarni saqlab olishni ko'ramiz. Endi kanalga kelgan ma'lumotlarni saqlab olishni ko'ramiz. Biz hozir mana shu yerdan video yuklab olamiz. Yuklab olgancha kutib turamiz. Yuklab olgandan keyin sichqonchani o'ng tomonini bosamiz. Saqlanib kak chiqadi va рабочий stol tanlab OK qilamiz. Endi buni ham borku, qayerga saqlanib bo'lishini ko'rish uchun o'ng tugmani bosib открыть papka qilsak, Telegramda bor fayllarimizni ko'rsatib qo'yadi. Mana Telegramda bor fayllarimiz chiqadi.